Bu kanalda eng zo'r mahorat bilan ijro qilingan hikoyalarni eshitib, maza qilasiz. Iltimos jonim, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Xo'p. Aytgancha, kommentariyada shirindan shakar izohlaringizni kutib qolaman. Hozirga aytib beradigan hikoyam hayotimda bo'lib o'tgan. 28 yoshimda erimdan ajraldim. Bunga 4 yil bo'ldi. Uyga qaytganimga 3 yil bo'lganda erim boshqasiga uylanib bo'ldi. Meni esa osongina unutib yubordi. 5 yil o'ldim qo'ydim deb sevishib turmush qurgandik. Onasi o'g'il tug'mading deb kun bermay axir uyimga olib kelib, sirringina qizcham bilan tashlab ketdi. Shu vaqt ichida erim faqatgina 3 marta qizlarimni ko'rgani keldi. Meni so'ramaydi. Erim o'ylangan, kuni to'yi rosa yig'ladim. Xastalanib yotib qoldim. Qizlarimga kenja ukam Mansur o'zi qarab, tuzalgunimcha ularni oq yuvib, oq taradi. Ukam menga ham, qizlarimga ham judayam mehribon. Endi mana yaxshi ko'rdim. Xullas, erimga achchiq qilib, men ham erga tegmoqchi bo'ldim. Ammo qizlarimni begona erkak qo'liga topshirishga ko'nglim bo'lmaydi. Ammo o'zim erkak taftini zo'r bo'lib qiynalib yurdim. Ko'chada qomatimga qiziqib gap otgan yigitlar va erkaklarni gap so'ziga sir bermasam-da yonardi. Chidolmay uyga kelib rosa yig'lardim. Shunda kunlarning birida ishdan uyga qaytayotganimda ukamdan 2 yosh kichikroq bir bola hamon faqalab kulib yubordim. O'rzuga yo'q. Biroz kuchsiz o'ylanib xotizni o'sha joyini yalab yuraverasiz dedim. Va yo'limda davom etdim. Lekin o'sha yigitchani gapi qulog'imda sira ketmas. Nahotki shu 15 yashar go'dak ham o'ylasa. Unda ham ukam ham katta yigit bo'lib qolibdi-da deb o'zimga o'yladim. Ertasiga ishga qizlar bilan valaqlashib o'tirib, bosh vrachni qaysidir bemorga qoldim. Aytgancha, men больницада medsestra bo'lib ishlayman. Xullas, gap o'rtasida toza spirt 100 grammdan ichamiz deb oramizdagi ikkita rus mitiska 500 gramm toza spirt olib kelishdi. Men boshida qarshilik qildim. Lekin qizlar bir marta ichib ko'rs qilganingni unutasan deb menga ham 100 gramm qo'yib ichirishdi. Ichdim-u, ichim yonib, zo'r nafas olib, napitka ichib yubordim. Birozdan so'ng boshim aylanib kayfim osha boshladi. Dardlarimni unutdim va jimgina qizlarni tinglab o'tirdim. Tungi smena edi. Shunga ham bemalol shunda kayf oshgan Iroda degan qizimiz gap boshladi. Erim rusga ketganiga 2 yil bo'lib yashadim. Keyin menga ko'zini suzib yurgan ukasiga erim kelguncha har kuni uchirasdan. Hozir faqat kamroq, erim ketsa yana har kuni beraman dedim. Mastlik, rostlik deb hamma dardini to'kib sola boshladi. Biri u dedi, biri bu dedi, lekin gap faqat edi. Navbat kelganda 6 ta qizdan 2 tasi uxlab yotar, bittasi hojatga ketgandi. Yonimda Vera bilan Nigina anavi mitiska qolgandi. Men to'g'ri kelgani bilan har qanaqa odamga semiman-u, Vera esa unday bo'lsa yana ham yaxshi. Kelishgangina ukang bor edi. Men jinnimasan dedim. U nima qilibdi? Ukang ham ko'zini ochasan dedi. Nima qilibdi? Lekin bu gapga meni jahlim chiqdi. Meni ukam, meni jigarim. Verasa, ukam bo'lsa baribir erkak ham holiydi. Mana men yigitim tashlab ketganda 15 yashar ukam Volodiyani aldabman. Hozirgacha parazit sevib qolgan o'lgudek, lekin o'zim ham uni yoqtiraman. Ayniqsa yo'g'on bo'lib ketaman. Bu gaplarni eshitib kayfim o'chib ketdi. Rangim oqarib, jim g'alati bo'lib ketdi. Vera buni ko'rib, "Namuncha buzrasan? Nima? Buni bilmaysanmi? Bu ishi nomi shunaqa." Deb
o'ylamasdan ukingni sinab ko'r. Mana men qanday qilib nimaga sinayman? Vera, nimaga bo'lardi? Uking senga befarqmi, yo'qmi, shunga sinaysan? Ertaga uyga borib, kaltaroq badiningga yop pishadigan biror nima kiy. Mana bu konstitutsiya ayollaringni ko'rsatib, unga qizlar, ayollar haqida savol ber, uni kuzat. Agar seni xohlab yurgan bo'lsa. Nida, seni qomatingni ko'rib, mana uxlashga yotdi. Mana esa ertalabgacha ko'zimga uyqu kelmadi. O'tirdim. Uyga kelib Vera aytgan gaplarni biroz o'yladim. Axir qanday qilib ukamni tagida yotaman? Axir bir qorindan talashib tushganmiz-ku. Lekin nima qilay? Mumkindan kunga battar yonib azob beryapti-ku. Shunday qilib 2 hafta ikkilanib yurdim. Bu orada atayin menga imkon yaratgandek, oyim ishxonamga yaqin joyda 8 xonali uchastka olib berdi. Menga vaqtinchalik qorovul qilib, ukam Mansurni qo'shib berdilar. Chunki uyga qatnaganimdan beri ortimdan uyga suvchilar u xushtorlar oqib kelardi. Ortimda 2 boy yetgan singlim bor. Onam ularga ortiqcha gap so'z chiqmasin deb meni ko'chirishga majbur bo'lgandilar. Shunday qilib ukam 2 qizim yangi uyda yashay boshladi.